Assalomu alaykum. Mazali taomlar kanaliga xush kelibsizlar. Bugun uy sharoitida juda ham mazali, yumshoq bo'lib pishadigan tushonka tayyorlaymiz. Hamma turdagi go'shtlardan foydalansak bo'ladi. Mol go'shti, tovuq go'shti, qo'y go'shtidan. Qo'y go'shtidan foydalandim. 180 gram lahm go'sht, yarim kilo yog'liroq go'shtdan oldim. Lahm go'shtga 2 choy qoshiq tuz, yog'liroq go'shtimizga yarim choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz. Uch dona 700 ml bankani sirillab, 4 donadan katta murch soldim. Bir donadan lavr yaprog'i. Mana lavr yaprog'ini soldik. Endi go'sht terib olamiz. Go'shtni orasida havo qolmaydigan qilib, yaxshilab presslab solinadi. Eng ustki qavatiga yog'li go'shtlardan terib olishimiz kerak. Mana hamma bankalarimizga soldim. Go'shtim ortib qolganligi uchun 500 ml bankadan bitta tayyorlab oldim. Eng ustki tomoniga yog'li go'shtlardan teriladi. Lahm go'sht tersa, lahm go'shtimiz qotib qolishi mumkin. 4 dona qopqoqni 5 daqiqa davomida qaynatib olamiz. Yaxshilab mahkamlab yopib olishimiz kerak. Chuqur kastrul olib, 8 qavatli marli soldim. Hamma bankalarimizni terib chiqamiz. Marlini solishimizning sababi issiq to'g'ridan to'g'ri bankaga o'tmasligi kerak. Mana suv quyib olamiz. Bankalarimizni qoplab turishi kerak suv. Ustidan og'irroq narsa qo'yib qo'ysak, qopqog'i ochilib ketmaydi. 6 soat davomida qaynatamiz. Suvi kamayganida issiq qaynagan suvdan quyib turishimiz kerak. Mana 6 soatdan keyin go'shtlarimizni olib oldim. Issiq payti dasturxonga o'rab olinadi. 1 kun turadi. Kichkina bankamizdagi go'shtni olib ko'rsatdim. Juda ham yumshoq bo'lib pishadi. Hamma turdagi go'shtlarni xuddi shu tarzda pishirsak, yumshoq bo'lib, juda ham mazali bo'ladi. Mana 1 kundan keyin yog'lari ham qotgan. Mana tushonka tayyor bo'ldi. Videoim yoqdi degan umiddaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarimda uchrashguncha sog' bo'linglar. Yoqimli ishtaha.